Embriologiya fani haqida tushuncha. Yagona bir hujayradan 9 oy ichida chaqaloqning vujudga kelishi bu organizmda kechadigan murakkab hodisalarning ajoyib integratsiyasidir. Ushbu hodisalarning molekulyar va hujayraviy jihatdan qanday ketma-ketlikda amalga oshishini, ularga qanday faktorlar ta'sir o'tkazishini va shu orqali qay tarzda organizm shakllanishini o'rganuvchi fan embriologiya fanidir. Embriologiya yunoncha tug'ilmagan degan ma'noni anglatadi. Embriologiya gametalar, ya'ni jinsiy hujayralarning hosil bo'lishini, ularning rivojlanishini, o'zaro qo'shilishini, shu bilan birgalikda urug'lanish hodisasini, embrion va homilaning rivojlanish jarayonlarini o'rganadi. Embriologiya fani o'z nomi bilan embrion rivojlanishini o'rganuvchi fandir. Lekin embrion hosil bo'lgungacha va embrion shakllanib bo'lgandan keyingi jarayonlarni ham aynan shu fan orqali o'rganamiz. Embrion bu jinsiy yo'l orqali nasl qoldiruvchi organizmlarning gametalari o'zaro qo'shilgandan so'ng hosil bo'lgan zigotadan shakllangan dastlabki organizmdir. Yangi organizm shakllanish davrlari. Ikki jinsiy hujayralar qo'shilishidan hosil bo'lgan zigota tug'ilgunga qadar 3 asosiy organizm shakllanish davrlarini bosib o'tadi. Bu davrlar davomiyligiga ko'ra haftalar bilan belgilanadi. Embrion rivojlanishining birinchi-ikkinchi haftalari spetsifik nomga ega emas. Birinchi-ikkinchi haftalarda urug'lanish, zigotaning bachadon endometriyasiga yopishishi sodir bo'ladi. Birinchi-ikkinchi haftalarda primitiv strik dastlabki egat rivojlana boshlaydi, ikki embrionik qavat shakllanadi. Birinchi-ikkinchi haftalarda agar teratogen ta'sir bo'lsa, homila tushadi. 3-8 haftalar embrionik period deb nomlanadi. 3-8 haftalarda embrionik qavatlar shakllanadi, organlar shakllana boshlaydi. 3-8 haftalarda teratogen ta'sir bo'lsa, yirik morfologik o'zgarishlar yuzaga chiqadi. 9-38 haftalar oralig'i fetal period, ya'ni homila davri deb nomlanadi. Bu davrda tana a'zolari, organlarning o'sishi va yetilishi sodir bo'ladi. Agar teratogen ta'sir bo'lsa, kichik morfologik va fiziologik o'zgarishlar yuzaga chiqadi. Hujayra turlari. Organizmda hujayralarning bo'linish xususiyatiga ko'ra 3 turi farqlanadi. Birinchisi permanent, doimiy hujayralar. Ikkinchisi stabil hujayralar, ya'ni barqaror hujayralar. Uchinchisi esa labil hujayralar, to'xtovsiz bo'linib turuvchi hujayralar. Permanent hujayralar bu hujayra hayoti mobaynida qayta bo'linmaydigan, shikastlanish hisobiga qo'shni hujayralar o'lsa ham qayta ko'payib, ularni o'rnini qayta to'ldirmaydigan hujayralar hisoblanadi. Bu holatda ushbu hujayralardan tuzilgan organlarda regeneratsiya hodisasi amalga oshmaydi. Masalan, miokard infarktida o'lgan kardiomiyotsitlar o'rnini yana qayta kardiomiyosit emas, biriktiruvchi to'qimaning hosil bo'lishi. Bu hujayralar embrional rivojlanish davrida hosil bo'lgandan keyin hujayra siklining G0 fazasiga kiradi va bu fazada hujayra hayotining oxirigacha saqlanib qoladi. Bu turdagi hujayralarga skelet va yurak muskul hujayrasi, nerv hujayrasi va enteritsitlar mansub. Stabil hujayralar deyarli permanent hujayralarga o'xshash bo'lib, ko'pincha G0 fazasida hujayra o'lgungacha o'zgarmay qoladi, lekin hujayraga qandaydir o'sish faktorlaridan biologik signal yetib kelsa, yana G1 fazasiga chiqishi mumkin. Bunday faktorlar ushbu turdagi hujayralarga qachonki ehtiyoj paydo bo'lsagina ta'sir ko'rsatadi. Masalan, jigarning parsial rezeksiyasidan keyin gepatotsit hujayrasining proliferatsiyasi sodir bo'ladi. Agar jigar rezeksiyasi bo'lmaganda, bu hujayralar G0 fazasidan chiqmas edi. Bu turdagi hujayralarga gepatotsitlar, fibroblastlar, limfotsitlar, yurakdagi proksimal egri-bugri kanalcha hujayralari va suyak to'qimasi hujayralari mansub.
Labil hujayralar organizm hayoti mobaynida to'xtovsiz ravishda bo'linib turuvchi va o'rin almashib turuvchi hujayralardir. Bu turdagi hujayralarga suyak ko'migi hujayralari, ichak epiteliysi, teri hujayralari va o'zak hujayralari mansub bo'ladi. Labil hujayralar organizm hayoti mobaynida to'xtovsiz ravishda bo'linib turuvchi va o'rin almashib turuvchi hujayralardir. Bu turdagi hujayralarga suyak ko'migi hujayralari, ichak epiteliysi, teri hujayralari va o'zak hujayralari mansub. Bu hujayralar hech qachon G0 fazasiga o'tmaydi va har doim hujayra siklida bo'linishga tayyorlanayotgan yoki bo'linayotgan holatda bo'ladi. Jinsiy ko'payish bu urg'ochi va erkak jinsiy hujayralar, ya'ni gametalarning qo'shilishidan hosil bo'ladigan zigotadan yangi organizmning rivojlanishi bilan amalga oshuvchi ko'payishning bir turi. Jinsiy ko'payishda genetik jihatdan har xil gametalarning urug'lanish jarayoni orqali qo'shilishi tufayli bir-biriga o'xshamaydigan organizmlar paydo bo'ladi, ya'ni yangi avlodning irsiy o'zgaruvchanligi ta'minlanadi. Jinsiy ko'payishning asosiy 3 davri mavjud. Prefertilizatsiya urug'lanish oldi jarayoni. Fertilizatsiya urug'lanish. Postfertilizatsiya urug'lanishdan keyingi jarayon. Urug'lanish oldi jarayonlari. Prefertilizatsiya haqida umumiy tushuncha. Prefertilizatsiya termini o'z nomi bilan pre oldingi, fertilization urug'lanish ma'nosini anglatib, bu bosqich urug'lanishgacha bo'lgan barcha jarayonlarni o'z ichiga oladi. Urug'lanishdan avval amalga oshuvchi barcha hodisalar asosiy 2 katta jarayonlar ichida amalga oshadi. Bu jarayonlar quyidagilar: gametogenez, gametalar transferi. Gametogenez erkak va ayol gametalarning hosil bo'lish jarayoni. Gametalar transferi urug'lanish maqsadida gametalarning o'zaro qo'shilishigacha bo'lgan hodisalar. Gametogenez bu jinsiy prekursor o'zak hujayralaridan mitoz va meyoz bo'linish orqali gaploid xromosoma to'plamiga ega gametalarning hosil bo'lishi va yetilish jarayonidir. Gametogenez jarayoni organizm jinsiga ko'ra 2 turda bo'ladi. Erkaklarda spermatogenez, ayollarda esa ovogenez. Gametogenez jarayonida jinsiy hujayralar avvalo mitoz bo'linishga uchraydi, so'ngra meyoz bo'linish orqali yetilgan gaploid to'plamli hujayralarga aylanadi.